Salom, siz Oktobank AI TV kanalidasiz. Bu sun'iy intellekt texnologiyalar asosida yaratilgan bankning video yangiliklar platformasi. Bu yerda biz sizga Oktobankning eng qiziqarli yangiliklari va yangi yutuqlari haqida so'zlab boramiz. Bugun Toshkentda marketing va reklama dunyosidagi eng yirik voqealardan biri TAF 2025 festivali bo'lib o'tmoqda. Biz bilan bog'lanib turgan muxbirimiz hozir aynan voqea joyida. Rahmat Rustam. Salom studiya. Hozir men Toshkentning markazida haqiqiy ijod va ilhom muhiti hukm surayotgan joydaman. Bu yerda minglab mehmonlar, o'nlab kompaniyalar va g'oyalar to'lqini haqiqiy bayram kayfiyati yaratib turibdi. Oktobank festivalning bosh hamkori sifatida ishtirok etmoqda va o'zining raqamli texnologiyalar hamda kommunikatsiya sohasidagi innovatsion yechimlarini taqdim etmoqda. Festivalning ta'lim dasturini Oktobank marketing va PR bo'limi rahbari Muhammad Ali Nazarov ochib berdi. Uning xulq-atvor statistikasi, raqamlar odamlar haqida nimalarni aytadi mavzusidagi ma'ruzasi katta qiziqish uyg'otdi. U zamonaviy banklar ma'lumot tahlili va xulq-atvor statistikasi orqali faqat mahsulot sotish emas, balki mijozni chuqur tushunish va raqamli hamdardlik, ya'ni empatiya orqali ishonchni mustahkamlash yo'llarini ochib berdi. Shuningdek, Oktobank mutaxassislari festivalning xalqaro hakamlar hay'ati tarkibiga kirib, turli mamlakatlardan ishtirok etayotgan ijodiy loyihalarni baholashda ham faol qatnashmoqda. Bugun Oktobank yana bir yangi xizmatini taqdim etdi. Endilikda mijozlar xorijdagi xaridlarini Alipay orqali bevosita Oktomobile ilovasi orqali amalga oshirishlari mumkin. Bu yangilik xalqaro to'lovlarni yanada qulay va oson qildi. Kunning eng yoqimli yangiligi O'zbekistonda onlayn biznes uchun raqamli yechimlar yaratishda yetakchilik Oktobank festivalining maxsus mukofotiga sazovor bo'ldi. Bugungi festival yana bir bor isbotladi. Oktobank bu shunchaki moliyaviy tashkilot emas, balki ilhom bag'ishlaydigan, odamlarni birlashtiradigan va Markaziy Osiyo raqamli iqtisodiyotining kelajagini qurishga hissa qo'shadigan brenddir. Siz Oktobank AI TVni tomosha qildingiz. Bizni kuzatib boring, eng muhim voqealar va yangiliklardan xabardor bo'ling.